Bugun sizlar bilan soy bo'yida ekilgan chisnok haqida gaplashamiz. Sizlarni bu narsani kutadigan bo'lib qoldim. Albatta hazil, erkaklik quvvat bo'ladigan o'sha Toshkentda mashhur moshkichirani xudo xolisi sezoni keldi. Biz ham boshladik. Bemalol Toshkentga borib yeb o'tirish shart emas, o'zimizni Qibrayda ham tatib ko'rsanglar bo'ladi. Narxini oxirida aytib o'tib ketaman. Chisnokdan boshlaymiz. Odim bormi? Xush ko'raman chisnok bor. Anaqa sog'liqqa foydali-ku. Bismillahirrohmanirrohim. Qarayman buni. Men piyoz bor-ku, ketadi-ku. Qurt bor, qurt shu yerda qilib beradi. Xolisizlar, sho'ri yomon ko'radigan, men qurt kelmas desanglar bo'ladi. Qazin nima deyapti, qazin? Mana shu qazinni tekinga qo'shib beramiz, tekinga. Bor, shu yerda kelgan. Ko'rma. Nima deyapti, nima deyapti bu? Turibdi mana. Go'shtli moskishlar, go'shtli.